kollektivi mana shu xursandchilikka sherik bo'lib turibdi. Hamma haligi Oxunjon aytgandek, bu 5 kunlik dunyoda ulug' orzular bilan, ulug' niyatlar bilan, ulug' maqsadlar bilan yashaydi. Mana shu Shavkatjon ham mana shu bugungi davramizda, bugungi xursandchiligimizni, bugungi to'yimizni qahramoni bo'lmish o'g'illari Abduvohid tug'ilgan kundan boshlab niyat qilganki, shu erda oldiga, xalq oldiga shu pardamni tufayli dasturxon yozsam, to'y qilsam, mehmon chaqirsam deb. Mana shu orzu umidi mana kecha bugun ushalib turibdi. Mana shu Abduvohid tufayli Shavkatjon xalq oldiga, el oldiga, mahalla oldiga, kollektiv oldiga dasturxon yozib, mana 2 kundan beri mana shu xonadondan xursandchilik, to'y, aziz mehmonlar dasturxonni belashib o'tirishibdi. Shavkatjon bizni kollektivimizda juda fidokorona mehnat qilib kelayotgan, katta bir mutaxassis sifatida bizni bitta katta tarmog'imizni boshqarib kelayotgan ukalarimiz. Bu kishi halol mehnat qilish bilan birgalikda o'zini odamiyligi, samimiyligi, insoniyligi, do'stlarga, kollektivda ishlaydigan o'rtoqlarga bo'lgan mehr oqibati bilan juda katta hurmat qozongan. Ishonchimiz komilki, bugungi mana shu to'y qilayotgan yagona bitta o'g'illari Abduvohid ham albatta mana shu otasini izidan borib, ana shunday inson bo'lib yetishiga bizda hech kimda shak shubha yo'q. Shavkatjon bugun ana shu butun kollektivimiz nomidan, mehmonlar nomidan, sizni xonadoningizdagi mana shu bugungi xursandchilik kuni bilan chin ko'ngildan tabriklaymiz. Istaymizki doimo to'y bo'lsin xonadoningizda. Boshingiz to'ydan chiqmasin. Topganingiz mana shunday to'ylarga, yaxshi odamlarning oldiga dasturxon yozishga nasib qilaversin. Niyatimiz shuki, bugungi o'tirishimizni, to'yimizni qahramoni Abduvohid zamonimizni yaxshi farzandlardan bo'lib yetishsin. Zamonimizni Amir Temiri bo'lsin, zamonimizni Navoiysi bo'lsin, zamonimizni Boburi bo'lsin, zamonimizni Sheralisi bo'lsin, zamonimizni Oxunjoni bo'lsin. Mana shu xonadonda doim to'y bo'lsin. Rahmat. Hammalarga xush kelibsiz. Acıda
ki yığladım